Hujayraning hayot sikli. Albatta, har qanday tirik organizm ko'payish xususiyatiga ega va nasl qoldirish xususiyatiga ega. Bu jarayon albatta hujayraning tarkibidagi irsiy axborot saqlovchi xromosomalar bilan bevosita bog'liq. Yadroning bo'linishidan avval albatta DNKning ikki hissa oshishi, reduplikatsiyasi kuzatiladi. Buning uchun biz xromosomaning tuzilishini bilishimiz zarur bo'ladi. Xromosomaning tuzilishi quyidagi sxematik tarzda ko'rsatilgan. Demak, xromosomaning tuzilishini mana shu tarzda ifodalashimiz mumkin bo'ladi. Xromosoma ichki tuzilishida, demak, u ikkita yelkadan iborat va o'zaro birlamchi belbog' bilan bog'langan holatda bo'ladi. Demak, xromosomaning o'rtacha kattaligi 1400 nanometrgacha bo'lishi mumkin. Albatta, xromosomani agar mikroskopik ko'radigan bo'lsak va uni turli xil ranglar bilan bo'yalganda, xromosomaning o'zi, demak, xromatin ipchalaridan iboratligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Demak, bu xromatin ipchalar. Bu xromatin ipchalar turli xil ranglarga bo'yab ko'rilganda aniqroq ko'rinadi. Xromatin ipchani bo'yab ko'rilganda biz quyidagicha ko'rishimiz mumkin. Ya'ni xromosomaning yaxshi spirallashmagan qismlari ingichka holatda bo'lib, mikroskopda yaxshi ko'rinmaydi. Bunday qismlar euxromatin deb nomlanadi. Bunday qismlar spirallari yoyilgan holatda bo'lganligi tufayli mikroskopda yaxshi ko'rinmaydi va yaxshi bo'yalmaydi. Albatta, mana shu euxromatin qismi aslida eng faol genlardan iborat qism hisoblanadi. Bundan tashqari, xromosomaning ma'lum bir qismlari esa bo'yoqlarni o'ziga yaxshi oladi va mikroskopda yaxshi ko'rinadi. Bunday qismlar heteroxromatin deb nomlanadi. Bunday xromosomaning qismlari aslida nofaol genlar to'plamidan iborat bo'ladi. Xromosoma tushunchasini 1882-yili Fleming, demak 1884-yili Strasburger tomonidan fanga kiritildi. Xromosoma atamasi esa Valdeir tomonidan fanga kiritildi. Xromosoma so'zi xromo bu rang, soma tanacha, ya'ni rangli tanachalar ma'nosini beradi. Albatta, xromosomalarning ichki tuzilishi ta'kidlaganimizdek juda murakkab tuzilishga ega bo'lib, uning ichki tuzilishida quyidagicha ko'rishimiz mumkin. Demak, irsiy axborot saqlovchi mana shu ipchalar yanada yoyib ko'rilganda, unda ma'lum bir qismlarda gistonli oqsillar mavjud bo'ladi. Bu gistonli oqsillarning umumiy soni 8 ta bo'lib, bu gistonli oqsillar yig'ilib, demak, ichki qismidagi, demak, DNKni hosil qiladi. Xromosomaning o'zining tarkibi, demak, shundan xulosa qilish mumkinki, asosiy ikkita tarkibiy qismdan iborat. Bu uning DNKsi hamda oqsilli qismi. Foiz ko'rsatkich bo'yicha olinganda, DNK molekulasi o'rtacha 40% ni tashkil qilsa, oqsilli qismi esa 60% ni tashkil qiladi.